Salom bolalar, bugungi videomizda O'zbekiston jahon chempionatiga yuqtiramiz, olib chiqamiz. Bu mening birinchi videom, shuncha like bilan, подписка bilan qo'llab turasizlar. Hozir biz zaminani to'g'irlab chiqamiz birinchi. Qolgan tursin shunday o'ynaymiz. Okey. Bunu taslimda olib qo'yamizda birinchi o'ynaymiz. Hozir birinchi videoga uyalish bo'lyapti. Birinchi o'yin Kolumbiyaga qarshi. O'zbekistondan hujum Hamrobekov. Shu yomon tarafi Kolumbiya yoshliklar Ramslar Yusuf mana Roberto Carlos ikkinchi hujumda ishtirokni o'zgardi. Ronaldo, Cristiano Ronaldo ketdi. Bosh kerakda. Samina qilamiz. Shukrov, Usmonov, voy, Azizov. Foydasiz 2-2 qoldi. Keyingi o'yinimiz Kongoga qarshi. Kongoni hech bo'lmasa yutishimiz kerak. Tajribali futbolchilar bor. Va Kongodan ikkinchi hujum va mana shu yo'nda Visa yomonda bor. Kuchli futbolchi. Va basket va Ustoyas gol. Sergey gol. Yaxshi, biroz yana bitta hujum. Ustoyasov, Shomurodov, Igor Sergey va gol. Shomurodovdan asist, Igor Sergeyevdan gol. Tashlayman. Hepsini keyin videoga tashlab qo'yaman. Endi olib o'ynayverasizlar. Zo'r o'yin. O'zida yangi klub ochsalaring bo'ladi. Hujum va ishtanka. Yoz tasvir. Orada shovqin bo'lib qolyapti, e'tibor bermaysizlar. Ko'z yetibdi-ku. Ahamiyat bermaysiz. Va Rafaelio, Neymar birga bir qayt. Faqat Portugaliya o'ynaydi. Virginia Pushkazni ko'rdilarmi? Hozir Portugaliya yutmasak tamomda. Durang tamomda. İkinci o'rinni olib bo'ldik. Endi o'ynayman desanglar, o'ynayman. Ronaldo 3 gol urdi, biz 3-o'rinni oldik va jahon chempionatini Germaniya 2-1 finalda yutdi va jahon chempionatini yutdi. Keyingi video nima bo'lsin? Like, podpiska esdan chiqmasin, kommentariyaga keyingi video nima bo'lishini ham yozib qoldiring. Hammaga hay.